Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Tiggo 2 Pro avtomobili haqida to'liq batafsil ma'lumot berib o'taman. Avtomobilimiz oldidan Hyundai Tucson'da juda ham eslatadi. Bularimiz kunduzgi gabarit chiroqlari avtomobilimiz pastda linzali faralarda keladi, svetodiod LED, pastda tumankalari joylashgan. Xo'p, yonbosh qismiga o'tadigan bo'lsak, yonbosh qismida diskalari yengil quyma diska holatida avtomobilimiz, maxsus arkalari plastmassa bilan qoplangan, loy yoki boshqa narsalar tashlaganda avtomobilda ancha asraydi. Xo'p, avtomobilimiz bokovoy qismida bu yerda chirog'i bor. Bokovoylar avtomatik qayriladi. 5 ключевой достуp bor avtomobilda. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, salon qismi avtomobilda koja bilan qoplangan. Oldi sidenalari ikkovsi ham isitadi, ruli ham isitadi avtomobilda qo'shimcha. Xo'p, salon qismi bilan yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tay. Monitor 900 dyuymli monitorda keladi. Orqa kamera datchiklari bor avtomobilimizda. Xo'p, avtomobil multifunksional rul bor narsalarini aytib o'taman. Cruise kontroli bor, multimediani boshqarsak bo'lar ekan, rullarini isitar ekan, bu yerda yana qo'shimcha funksiyalardan ABS stabilizatsiyalarigacha bor ekan avtomobilda. Hop, bu yerda avarinkani yoqsak bo'lar ekan. Bu yerda konditsioneri bor, avtomat avtomobilimiz, ruchnigi elektronniy, hamma zamonaviy avtomobillar elektron ruchnik o'tdi, avto hold tizimi undan tashqari, avto spust hamda bu yerdan mana muzikani o'zingizlar past baland qilsanglar bo'ladi. Yana bir zo'r tarafi avtomobilimizda spirali bor. Qishki kunida avtomobil umuman labovoyga tenlamaydi. Bu sizlarga juda ham qulaylik yaratadi. Bu taraflarimiz ham kojniy salon, orqalari ham xuddi shunaqa holatda. Xo'p, avtomobilda eng ko'p bizni qiziqadigan narsasi albatta avtomobilda lyuki bor, albatta. Xo'p, endi yonbosh qismiga o'tadigan bo'lsak, avtomobilimizni orqalari ham, oldi ham tormozni sistema diskovoy bo'ladi. Ya'ni sizlarga bu avtomobilni tormozlanish yo'lini ancha qisqartiradi. Orqa qismidan monoqosh avtomobilda bagaj hajmi ancha ham keng avtomobilda. O'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Zapaskalari bu yerda dagatka bo'ladi, ya'ni kichkinaroq bo'ladi avtomobilda. Hop, bagaj qismi qo'lda ochilib yopiladi. Ozgina harakat qilishinglarga to'g'ri keladi. Cherry yozuvlari bilan. Hop, bu tarafimiz ham xuddi shu ko'rinishda avtomobilda. Orqa salon qismini ham tanishtirib o'taman. Orqa salon qismi ham o'rtacha holatda. Oldindagi sidenalarda ozgina sursa, bemalol orqada 3 kishi ketsa bo'ladi. Hop, motor qismi bilan ham tanishtirib o'tay sizlarni. Motor qismi bir turbo motor, ekonomichniy avtomobil, juda ham 6 ta yoki 6,5 ta atrofida yoqilg'i sarf qiladi. O'zi tashqi ko'rinishi ham avtomobilda juda ham go'zal ishlangan. Ixcham shahar krossoveri hisoblanadi avtomobilimiz. Hop, ikkinchi modelimiz 7 Pro avtomobili haqida ham ma'lumot berib o'taman. 7 Pro avtomobilimiz eng ko'p sotiladigan ommabop qulayliklari ko'p avtomobil hisoblanadi. Oldi ko'rinishdan avtomobilimiz juda ham chiroyli dizaynga ega. Faralari avtomobilimizda qoraytirilgan, mana xrustal faralarda keladi. Bu ham svetodiod LED faralari. Tumanli faralarimiz ham xuddi shu ko'rinishga ega. Faqat avtomobilda oldi ko'rinishda bu boshlanish pozitsiyasi bo'lgani uchun xo'p, datchiki yo'q ekan avtomobilda. Oldi reshotkasi ham mana bu yetlari tim qora xromda ishlangan avtomobilimiz. Bu ham o'ziga xos avtomobilda plus tarafi. Diskalari 18 yengil quyma holatida avtomobilimizda. 5 ключевой достуp albatta bor bu hamma komplektatsiyasida. Va bokovoylari ham avtomatik tarzda qayriladi. Bu yerda поворотникларni yaqqaningizda avtomatik yonib turuvchi chiroqlari bor avtomobilimizda. Hop, salon qismi bilan betlari уже mana yumshoq plastika bilan ishlangan avtomobilning betlari koja, eko koja, betlari ham koja bilan qoplangan. Eshitib turgan bo'lsanglar, avtomobilni ochganingizda mana shunday ovoz bilan sizlarni jiddiy ovoz bilan kutib oladi avtomobil. Hop, sirenalari bunda ruchnoy emas, mana elektronika bilan jihozlangan. Bemalol o'zingizlarga santimetr, millimetrlargacha moslasanglar bo'ladi. Hop, salon qismi ham juda ham chiroyli, zamonaviy splashnoy ulangan monitorda keladi. Bu betlari torpedalari polni yumshoq plastikalar bilan qoplangan avtomobilimiz. Multifunksional rul, polni oldi, orqa sidenalari ayni birinchi pozitsiyamizda ham isitadi. Xo'p, klimat kontrol avtomobilda, ya'ni xo'p, kolonka qismi Sony audio sistemasi bilan ishlangan. Ancha avtomobilda afzalligidan biri, ya'ni muzikani yaxshi ko'radiganlar uchun. Alohida bu yerda o'zimizga telefon qo'ygan alohida joy qo'yib qo'yibdi maxsus. Bu yerda pastakanliklar bemalol 2 kishi stakanni qo'yib suv, choy, kofe ichib ketsa bo'ladi. Richagi ham maxsus joystikli ishlangan. Nomiga o'zingizlarga tortsanglar skorostga tushadi. Bu yerda shunga elektronniy avtomobilimizda avto hold tizimi bor. Bu yerda yana qo'shimcha funksiyalardan rejim ikkita rejim bo'ladi, sport hamda eko rejim bo'ladi. Hamda avtospust. Avtospust deganda ko'pchilik tushunmaydi. Avtospustimiz misol uchun qorli yo'llarda deylik o'zimizni pereval deb o'rganib qo'yganmiz. Qamchiq dovondan tushayotganimizda
juda ham sizlarga yordam beradi. Ya'ni tormozsiz avtomobilni gazni o'zida sekin bir xil tezlikda olib tushadi. Avtomobilda endi hammasida уже ko'nikib qoldik, start stop bilan jihozlangan. Ko'rishlar mumkin. O'zi dizayni ham ancha nima deydi, zamonaviy dizaynga ega avtomobil. Bu yerda mana oynalar bor ayollar uchun yoki o'zimiz erkaklar uchun ham qulaylik bu ham. Orqa qismiga o'taylik. Orqa qismida bu ham diskoviy bo'ladi, tormoz sistemalari. Hop, oldi ham diskoviy bo'ladi tormozning sistemalarimiz. 18 yengil quyma disk holatida. Orqa qismi juda ham keng, maza qilib ketasiz avtomobilda. Mana o'tirib ko'rsataman. Orqadan o'tirgan holatda oldini ko'rsanglar, juda ham nima deydi, o'zingizlarga komfort his qilasizlar. Kengligiga vobshe gap yo'q. Mana bu eng oxirgi surilgan holatida, mana siz ham ko'rsanglar bo'ladi. Salkam yarim qarich joy bor. Eng oxirgi surilganida. Boki ham o'ziga xos. Bu yerdan bitta ezish bilan ochishingiz bo'ladi bu ham. Avtomobil qanaqadir преимуществоsi. Avtomobil polniy yangi 25 versiyaligi uchun monoqoshda keladi. Polniy splashnoy yonadi, monitorlari. Uzr akalar, orqa farasi to'liq yonadi. 7 Pro, bagaji eng zo'r tarafi elektronik. Qo'lda ochib yopmaysizlar buni. O'zi ochiladi, o'zi yopiladi. Avtomobilimizning bagaj qismi 475 litr. Bu yerlari mana mato bilan qoplangan. O'ziga xos plyusi buni ham. O'zini zavodskiy pardalari bor. Hech qaysi avtomobilimizda kelmaydi. Aynan 7 Pro avtomobilimizda zapaskasi полноценный, ya'ni birga bir tushadigan o'zinikidan bo'ladi. Bu yerda yana agar salafaninglar bo'lsa, ilib qo'ysanglar, ichidagi narsalar yoyilib ketmaydi. Hop, bitta knopka bilan avtomobilni bekitsanglar bo'ladi. Orqa kamerasi bor ekan, datchiklarigacha bor ekan orqada. Hop, avtomobilimizga 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiya beramiz. Servis xizmati o'zimizda bo'lishi kerak. Albatta, har bitta viloyatda eng zo'r tarafi bu avtomobilimizning servis xizmati bor. Bemalol kirib, avtomobilingizni ko'rsatib, texnik ko'rikdan o'tkazib olsangiz bo'ladi albatta. 1,5 litrlik 147 ta ot kuchi bor avtomobil xohlayotganlar uchun 3 yilgacha bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Endi buni komplektatsiyalari bor. Videomiz uzoqlashib ketib qolishi mumkin. Bu tarafda panorama tomligi bor. Bu tarafda esa panorama tomlik hamda motori kuchlirog'i bor. Tezlik xohlovchilar uchun Pro Max, ya'ni bunda 4 balon tortar hamda motori 1.6 190 ta ot kuchi bor salkam.